Voy eshak deb boshlasam xato, chunki birovning yo'nalishini o'g'irlagan bo'laman. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan mamnunman. Ortimda Swift S09 Premium Plus pozitsiyasi turibdi. Bu ya'ni yangi komplektatsiya hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, Swift Buxoro avtosalonining menejeri Adizbek akamiz Swift S09 ning yangi komplektatsiyasi va nimalar joriy etilganligi haqida batafsil ma'lumot berib o'tadilar. Agarda siz Swift S07, S09 gibrid avtomobillarini ham xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ikkilanmasdan Buxoro shahar Gazlishoh ko'chasida joylashgan Sultanov Motorsga qarashli Swift Buxoro avtosaloniga murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoni Swift olaman yoki bo'lmasa 7 kishilik avtomobil izlab yurgan tanishinglarga yuborib qo'yishni unutmanglar. Qani bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum Avtogold.uz kanali obunachilari. Swift S09 benzinlik modeli bilan qiziqib yurgan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangilik. Ya'ni bugungi obzorimizda yangilangan Swift S09 Premium Plus pozitsiyasi hisoblanadi. Aynan bu modelimizdagi yangiliklarni hamda plus tomonlarini bir boshdan obzorini qilib beramiz. Qisqacha qilib aytganda, Swift S09 ning premium pozitsiyasi lyuksus hisoblanardi hamda salonda ayrim funksiyalari mavjud emasdi. Shuning hisobidan yangilangan Swift S09 Premium Plus'da qulayliklari hamda yangilangan funksiyalarini batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. Ko'rib turgan modelimiz Swift S09 Premium Plus komplektatsiyasi premium klassidagi 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi. Hop, bunda dvigatel 2 litr объем turbo GDI, qarang, 254 ta o't kuchidan iborat. Shahar ichida rasxodi o'rtacha 7-8 litrni tashkil etadi. Dalnida 4-5 dan 5 litrgacha rasxodi bor. Dvigatel haqida yana qisqacha ma'lumot berib o'tsam, Swift S09 Premium Plus komplektatsiyasidagi dvigatel 2 litr объем, 254 ta o't kuchi, 4 silindr hamda tsepli motor hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, injektor, switcha bobina dvigatelning yuzida turibdi, hattoki dina ham ko'rinib turadi. Pastki qismida karter страховкасы mavjud hamda motor xona полностью shumoizolyatsiya qilingan. Va eng asosiysi dvigatel hamda korobkasida naqd 200 ming kilometr 6 yilgacha kafolati bor. Va albatta dvigatel hamda korobkasi Germaniya mahsuloti hisoblanadi. Yana bu modelimizning qulaylik tomoni shundaki, zavoddan zavodskoy Michelin shinalarida keladi. Razmeri 255 ga 45 R20 hisoblanadi. Podveskalari pnevma hisoblanadi, ya'ni независимый McPherson. Har biri alohida ishlaydi va tormoznoy sistemasi to'rtalasi ham diskiviy hisoblanadi va avtoxlajdeniyasi mavjud. Xo'p, bu modelimizda 540 gradus kamera, tashqi ko'rinishga alohida e'tibor bersak, juda ham brutalni agressiv ko'rinishga ega. Zamonaviy 3D yulduzmor reshotka, proyektsiozli linziviy optik faralar, ya'ni bu faralar matritsali hisoblanadi. Ishlash prinsipi: dalni chirog'i 300 metrdan 350 metrgacha yo'lni yoritib beradi. Dalni blижний strechkada avtomatik tarzda ishlaydi. Avto holatda avtobotganda o'zi avtomatik tarzda yonadi. Va pavarotda rulni qayirganingizda mashinadan oldin yoritib bera oladi. Va biz bilgan Li7, Li9 modellardagidek monoled chiroqlari bilan jihozlangan. Mashinaning uzunligi salkam 5 metr, balandligi 180, eni 195. Bir boshdan ma'lumotini bera boshlasak, Slipoy zona bu komplektatsiyamizda mavjud. 5 kun uchuvoy dostуп sensorda hisoblanadi. Ishlash prinsipi: ya'ni mashinadan 8 metr uzoqlashdingiz, mashina avtomatik tarzda o'zi qulflanadi, yaqinlashganingizda o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Salon qismi ko'rib turganimizda juda ham keng va eng asosiysi napa koja bilan ishlov berilgan, ya'ni kombinirованный hisoblanadi. Aynan Swift S09 modellarimizning salon ichki rangi 3 xil rangdan iborat, ya'ni bemalol kelib xohlagan rangingizni tanlab olish imkoniyatiga egasiz albatta. Полностью koja salon 80% koja hisoblanadi va zavodskoy 50% shumoizolyatsiyasi mavjud. Ko'rib turganimizda juda ham did bilan ishlangan choklari kombinirованный va xrom bronza rangda hisoblanadi hamda akvaprint kombinatsiya qilingan hisoblanadi. Ana endi bu komplektatsiyamizda elektrousиленный multimediальный rul, cruise control, adaptiv cruise control, полосодержатель hamda голосовой управленияsi bor. Mashina 4 xil rejimda harakatlanadi: Eco, Normal, Sport hamda горный подъем, горный спуск rejimlari ham bor. Беспроводной зарядник bor va uzatgich dastagi alohida e'tiborga ega. Ya'ni bu qo'l mehnati hisoblanadi. Apparatda stanokda ishlanmagan, 7 etapdan o'tgan, xromdan qilingan xrustal.
Sentralli monitor, ya'ni boshqarish tizimi aynan shu monitorimizdan hisoblanadi. Monitorning kattaligi 15.6 dyuymdan iborat. Ya'ni bu bir boshqarish tizimi emas, ya'ni kinoteatr rolini ham bajarib beradi. Salonimizda 8 ta kolonka mavjud, ya'ni bu akustika hisoblanadi. Salon akustikasi Sony kompaniyasiga tegishli. Va xavfsizlik darajasi bu modelimizda ham juda ham yuqori darajada, ya'ni salon bo'ylab 8 ta airbag mavjud. Bu komplektatsiyamizda беспроводной zaryadnik bor. Barida xolodilnik bor, ya'ni ham sovutadi, ham isitadi, hamda bar ikki tomonlama ochiladi. Yana bir qulaylik tomoni shundaki, sidinalari barchasida abduf abagrev hamda elektronli hisoblanadi. Aynan Southwest S09 Premium modelida passajir tomonidagi sidina bu ruchnoy hisoblanardi. Bu Premium Plus yangilangan modelimizda elektronli hisoblanadi hamda qo'shimchasiga abduf tizimi ham mavjud. Endilikda 1,5 kvadrat kattalikka ega panoramli lyuk aynan bu modelimizda endilikda mavjud. Va salon kengligiga alohida e'tibor bersak, juda ham keng. Yana bir bor kojasiga alohida e'tibor berganda napa kojadan hisoblanadi hamda Alcantara bilan kombinirованный. Ko'rishingiz mumkin. Perforatsionni, abduf, abagrev barcha tizimi bor. Ko'rib turganingizdek, 6-7 o'rindiqlari yotqizilgan holatda bagaj sifatida ishlatilinsa, 760 litr bagaj hajmini tashkil etadi. 6-7 o'rindiqlar tikka turgan holatda bagaj hajmi 100 litrni tashkil etadi. Bagajimizda detskiy rejimlari bor. Qisib qo'ymaydi. Oldi orqa parktroniklari bor va выхлопной sistema har ikkalasi ham ishlaydi. Podveskalari pnevma hisoblanadi, ya'ni bu независимый McPherson bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Ходовой juda ham idealni holatda bemalol kelib test drive qilib ko'rishlari mumkin albatta. Orqa qatorini ko'rsatib bersak, ya'ni 6-7 qatorga o'tib. Ya'ni mashinamiz juda ham keng hamda bemalol 7 kishi sig'adi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham bo'sh joy ko'p. Bo'yim haqida ma'lumot berib o'tsam, 1.79, vaznim ham 100 kilodan ziyodroq. Ko'rib turibsiz? Oyoq qo'yishga joyi bor, svobodni o'tirish imkoniyati bor albatta. Bu modelimizning yana bir qulaylik tomoni shundaki, har ikkala qator ham yotqizilgan holatda 1680 litrni tashkil etadi. Bu двухспальный degani. Uzoq yo'lga chiqdingiz, misol uchun gostinitsa shart emas, bemalol 2 kishi yotib dam olsa bo'ladi. Modelimizning tan narxi hamda to'lov usullari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, Southwest S09 Premium Plus komplektatsiyasini hozirgi kunda tan narxi 429 million. Barcha to'lov usullari asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Naqd, avtokredit, перечисление, foiz peynalarsiz, рассрочка imtiyozi orqali bemalol O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatdan kelib o'z o'tizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Va hali bu hammasi emas. Aynan bu ko'rib turgan modelimizni barcha ranglari hozirda наличиеda bor va qo'shimchasiga tan narxidan salkam 40 million chegirmasi ham mavjud. Taqdim etilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish, videoni yaqinlarga ulash yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.